shundoq ikkinchi muchalimni nishonladimda va hayotimda qanaqadir shunaqa vaziyatlar bo'lib ketdi. Даже video olishga ham vaqtim bo'lmadi. Albatta bu sinov, lekin judayam sizlarni sog'indim va reels qo'ymasam bo'lmaydi degan qarorga keldim. Bilasizlar, munosabat bo'yicha judayam ko'p videolar olaman, foydali videolar olaman va ko'pchilik уже directimga yozishni boshladi. Qachon video qo'yasiz, qachon video qo'yasiz deb. Orada bilasizlar, xolamni chaqirganimdan keyin ular xasta bo'lib qoldilar. Hozir davolanishdalar. Bugun yana повторный operatsiya bo'ldi. Judayam ko'p shunaqa vaziyatlar bo'ldiki, вообще не до Instagrama было мне. Hozir esa kuchga to'lib, harakat qilib, yana yangi videolar qo'yapman. O'ylaymanki, podдержка qilasizlar. Hammada menimcha hayotida, oilasida shunaqa vaziyatlar bo'lib qoladi. Ishga qo'li bormaydi. Menda ham shunaqa bo'ldi, lekin uzoq vaqtga cho'zib o'tira olmasdim, chunki o'z blogimni juda ham yaxshi ko'raman va harakatdan hech qachon to'xtab qolish kerak emas inson. Sizlardan podдержкаni maksimalnisini kutaman va barchaga menga obuna bo'lib, meni kuzatayotganingiz uchun tashakkur etmoqchiman. Va nimalar bo'lganini hayotimda o'ylaymanki yana bitta video qilaman. O'shaning uchun обязательно obuna bo'ling agar menga obuna bo'lmagan bo'lsangiz.